tamashiga berilib, el-yurtni unutmak. Ammo, amdi kapsan-g'u, bir haftalikla ruxsat so'ragandin-g'u. Bu yerning manzarasi bakli go'zalkan. Aslida 2 kundala qaytib kelmoqchi edim. Lekin o'zimni faqat tutib ololmadim. Shunga endi qaytib kelishim. Sen o'yin tomoshaga berilib, el-yurtni unutib ketibsan. Nima deding? Voy, aka, gapingni faqatla tushunamadim-g'u. O'yin tomoshaga berilib, el-yurtni unutish degan nihoyatda mashhur bir idiom. Shunimi bilmamsan? Uch podshohlik davrida Vey bayligi shu bayligiga, ya'ni hozirgi Sichuanga hujum qildi. Shu bayligining xoni Liuchen taslim bo'lib, Loyanga avatilibdi. Simojav uni divan begi qilib tayinlab, nurg'un pul mol in'om qildi. Liuchen minnatdorligini bildirish yuzasidan aloyidan xonning huzuriga keldi. Xon ziyofat berib uni kutib oldi. Liuchen, bugun siz uchun aloyidan sizlarning shu bayligidagi usiz xazandalarni taklif qildi. Ular sizga atab kuy chelib bersin. Yaxshi bo'pti, bak yaxshi bo'pti. Hey, bu kuy shundoq yiqimliqkan-ku. Zodi, nimishqa yig'laysizlar? Yo, birodar, yurtimizni seg'ilmadingizmi? Bu yerda bir obdan yashayotsak, isim nozu ne'matlar, yana texi go'zal nozinlar tursa, nima deb yurtimni seg'ing'idakmi? Liuchenni bu darajada o'zgarib ketadi. Hadi o'ylamabganman. Agar Jugulyan hayot bo'lgan taqdirdimi, unga yordam qilolmasga. U bunday haqiqat bo'lmasa, sizlar shu bayligini egallamaydilar. Masalan, qancha kundan keyin yana bir qadam sinab baqdilar. Bir qancha kundan keyin yurtingizni seg'indingizmi? Yo'q, hozir kunlarim shunchalik o'tayotgan tursa. Alilik, salqin Simojaviyaning so'rab qolsa, siddiqlar turib, ota-bobomning qanisi shu bayligida yurtimni bir kunni esimdan chiqarganim yo'q deb javob bersalar, shuning bilan Simojav sizning yurtga qaytishiga qo'shildi. Ma'qul. Yo, birodar, yurtga qaytqingiz keldimi? Alilari, qaytqim keldi. Ota-bobolarimning qabrisi shu bagligida. Yurtim shu bagligini to'lni seg'indim. Sizga bu gaplarni qo'l ostingizdagi hilqi odamingiz o'rgatdi-ku deyman. Shundaqmi? To'g'ri dedilar. Haqiqatan samimiy ekansiz. Endi sizdan gumonlanib yurmisanmi bu xudak? Shundaq qilib, Liuchen Loyangda xotirjam, shod-xuram kunlarini davomlashtiribdi. O'yin tomoshaga berilib, el-yurtni unutish degan bu idiom hozir xotirjam, boyasha turmushga erishibla o'zining aslini unutib, burungi holatiga qaytishni xohlamaslikqa tamsil qilingan. Kichik do'stlar, tushundinglarmi?